Bambukoviy panel qalinligi 8 mm, tashqi ug'urlarida uvolog ishlatmasdan panelda o'zi bilan qayrib o'tib ketishlikni ko'rsatib o'taman. Bizga kerakli bo'ladigan instrumentlar: birinchi o'chiritda frezer, o'rtacha sifatda, undan keyin eng kamida bitta fen bo'lishligi kerak, stроительный. Agar ikkita bo'lsa osonroq bo'ladi. Orqa tomoni frezer bilan yurilgandan keyin fen bilan yaxshilab qizdiriladi-da, yaxshi qizigan paytda oz-ozdan bukib, ugl keltiriladi.